menimcha mashininglarga uchramagan katta mashina haydaydigan shofer bo'lmasa kerak. Mana bugun biz ham mashininglarga uchradik. Yuk markazi degan gruppadan yuk oldik, mana logistika orqali Toshkentdan Andijonga. Yozdim. Shunaqa Toshkentdan Andijonga yuk borgan ekan, 5 tonna olamiz yukda desam, 300 ming talab qilishdi. Men aytdim, "Yo'q, men ko'rmagan yukimga 300 ming so'm pul to'la olmayman" dedim. Menga dedim, "Siz lokatsiyani bering" dedim, "Klientning nomerini bering" dedim. "Men yukka ortaman, mayli kartangizga 100 ming tashlab beraman" desam, "Yo'q" dedi. "Biz hozir tashlasangiz" dedi, "100 ming kartamga qaytarib tashlasangiz, qolganini yuklab bo'lib tashlaysiz" dedi. "Yukka olib qo'yaman" dedi. Endi iloji yo'q, mayli dedim, ishondik. Endi baribir soddamiz, o'zbekchiligimizga bordik. Aldandik, to'g'rirog'i. Keldik mana. Tashib bergan lokatsiyasiga bu yerda hech qanaqa ishlab chiqarish sex ham yo'q. Yunusoboddamiz, 22 kilometrdan keldik. O'zi bilishimiz bo'yicha 70-80% logistikada ishlaydiganlar mashininglar bo'ladi. Endi hammasi ham emas. Noinsof shoferlar orqasidan kun ko'radigan bo'ladi. Bizda bular danlilari ham bor. Karta nomer, kimning nomiga ochilgan karta raqamlari, telefon nomerlarigacha bor, gaplashilgan soatlargacha, zapslargacha bor. Endi biz hozir Toshkentdan Andijonga pustoy ketamiz. Xudo xolasa, bu ish bilan Andijondan qaytgandan keyin alohida shug'ullanamiz. Qonun oldida albatta javob beradi. Xudo xolasa, uni ham postlarini qo'yib, agar imенно o'sha sizlar mashinanglar aldagan bo'lsa, biz nomer qoldiramiz. Shu nomerdan yoki mana shu kartaga tashlagan bo'lsanglar deb, imенно o'sha mashinanglarga aldangan bo'lsanglar, sizlar ham kelib ustidan yozib bersanglar bo'ladi. Bu ish bilan albatta Xudo xolasa Andijondan qaytgandan keyin shug'ullanamiz. Bu videoni maksimal katta mashina haydaydigan shofer akalarga istoriya joylab yuborib qo'yinglar. Yukki ortib bo'lgandan keyin tashinglar kartaga, mabodo. Logistika orqali pul so'rashsa, yuk ortib bo'lgandan keyin tashinglar. Ungacha yuk ortilmaguncha yo'q, yukka kartaga pul tashlab o'tirmanglar, bizga o'xshab aldanasizlar. Xudo hisob bersin sizlarga.